Assalomu alaykum hammaga. Bizga Wiz orqali telefon bo'lgan Cobalt mashinasi kaltini yo'qotib qo'ygan akamiz. Mana hech qanaqa kalt degan narsa yo'q. Mashinamiz qulflangan. Hozir bu akamiz kalt qilib berib, chiplarini o'chirib, zavodskoydek ishlaydigan qilib beradi. Ko'chani stenkaga qo'ygan. Kecha kalt yo'qolgan, bugun telefon qilyapti. Kelib qilib beryapmiz. Kaltlargacha yasab beramiz hozir. Chiplargacha programma qilib o'chadigan qilib beramiz. Mashinani podushka yordamida o'chyapmiz. Mashinamizni hujjatlarini tekshirib qilib olamiz o'zimizga. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz, keyin tushuntirib beraman qaysi nima bo'lganini. Mashinamizni ochib oldik, mana kay. Hamma narsalarni yechdik. Sentral zamoklar ishlamaydi, mana. Pult yo'qolgandan keyin avtomatik blokka tushadi bu. O'sha uchun ishlamaydi mana. Sentral zamok nima ishlamayapti. Programma ishlari ketyapti, hozir programmalar qilib, pultlarni uстановка qilib, ishlarini ochib, zavodskoyda qilib uстановка qilib beramiz. Mashina chiqarib qirilgan mana oldin. Endi rezina qirgan ekan, biz qirganimiz yo'q. Akkuratni ochib oldik. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana signalizdan o'rnatdik. Hammasi joy-joyi turibdi. Mana kay kalt. Emblemasi bor. Xuddi zavodskoydek. Kalt bittasi ochilgan, bittasi ochilmagan. Egasi ochirib oladi. Zavodskoydek kalt juda ham arzon tushadi. Variant o'zinikiga nisbatan chiplarni o'chirganman, sentr zamok ishlamayotganida quflaymiz mana. Hammasi ishlayapti. Mashinani o't oldiramiz. Mashina o't oldi. Hech qanaqa kalt отказ qilayotgani yo'q mana. Hammasi zavodskoydek ishlayapti. Mana. Hozir akamizga bir rasxodlar hammasi hop, kalit borib qilib berish, sentr zamoklarni blokirovkasini ochib berish, mashinani quflangan payt ochib berish. Bu pultimiz ustanovkasi, chipini o'chirib berish, Wiz orqali borib, kelib hamma ishini mana shu holga keltirib berish 1 million so'm bo'ldi. Negativlar yozishi mumkin, unaqa deb. Hamma joyda har xil qiladi, to'g'ri kim qanaqa qila bilmadim, lekin biz ishimizni hammasini to'liq qilib bitirib berdik, hech qanaqa muammo qilmaydigan darajada. Videoni tanishtirib tarqatib qo'yamiz. Shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, borib qilib berishlikka harakat qilamiz. Buni ichiga tish oshtirish ham kirib ketdi. O'sha sal qimmatroq bo'ladi. Chunki orqa zamokni yechib olib borib qildirdik. Hech qanaqa bu zamok yechilgani yo'q, zamok almashgani, hammasi zavodga turibdi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.